Sizni Og'abek TV kanalimizda ko'rib turganimizdan xursandmiz. Obuna bo'lishni unutmang. Og'abek TV bilan birga bo'ling va eng foydali videolarni birinchilardan bo'lib tomosha qiling. Assalomu alaykum kanalimiz obunachilari. Kanalimizda ayol qizlarimiz ham ko'p ekan. Albatta bundan xursandman. Qo'llab-quvvatlab turasizlar, videoga like bosib. Ko'pchilik ayollarimiz telefon urdi. Oddiy T2 tunnelida kanalni nishatib qanday izlasak bo'ladi degan savollar berdilar. Shuning uchun bugun to'liq hammasini xudo xolasa mana shu videoda tushuntirib o'taman. Bemalol oxirigacha videoni to'liq ko'rsangizlar, hammasini tushunib olasizlar. Nishatib kanal izlash kerak, televizorga nishatib tunnelni ulash kerak. Ko'pchilik telefon turibdi ayollarimiz. Signal bo'lib turibdi deb telefon turibdilar. Televizorni ko'radigan bo'lsam, tunnel televizorga tushmagan. Shunday holatlar ham bo'lib turibdi. Hozir shuni to'liq videoda hammasini xudo xolsa ko'rsatib o'rgataman. Qo'llab-quvvatlab turasizlar degan umiddaman. Videoga arzuman bitta like, kommentariyada izohlarni o'z fikrlaringizni yozib o'tib ketasizlar. Xudo xolsa boshladik esa. Birinchi navbatda tunnelimiz televizorga to'g'ri ulanganmi yo'qmi shuni tekshirib olasizlar. Ko'pchilik shu o'rinda xato qilib turibdi. Telefon signal bo'lib chiqib turibdi ekranga. Kanallar yo'q deb telefon qilyaptilar. Televizorni ko'radigan bo'lsam, tunnel televizorga tushmagan. Mana shunlarni xato ulab qo'yganlar. Shuning uchun televizorga chiqmayapti. Signallar prosta ko'rsatib turibdi, lekin tunnel tushmayapti televizorga. Hozir shuni ko'rib chiqamiz. Ko'rib turganlaringizdek, tunnelimizning pastki qismida shuni ulaydigan joyi bor. Shu yerga oqni oq, qizilga qizil, sariqqa sariqni ulaysizlar. Buni ko'pchilik biladi albatta, bilmaydiganlar uchun chiqaryapman. Ko'pchilik ayollarimiz tushunmayapti. Shuning uchun video tarzida chiqarishga qaror qildim. Biladigan bo'lsangiz, videoni o'tirib yuborishingiz mumkin. Shu yerga hozir birgalikda ulaymiz. Mana qizilga qizilni, sariqqa sariq, hop oqqa oqni ulaymiz. Bir qo'lda siz bo'lyapti. Mana shunaqa qilib siz ham ulab olasiz pastki qismiga. Sizda bu shnurda emas, iljimay shnurda ulangan bo'lsa, mana shu yerga ulab qo'yasiz, bo'ldi. Bu yerga antenadan kelgan kabelni ulaymiz. Ya'ni mana shu yerni shu yerga ulaymiz. Shu yerga ham e'tibor berib qo'yasizlar. Mana shu yerda kontakt olib qolgan bo'lsa ham, yo mana shu yerga yaxshi qo'yilmagan bo'lsa ham signal bo'lib turadi yoki ko'rsatmaydi. Shu yerlarga ham e'tibor berib qo'yasizlar. Xo'p, buni ham ulab oldik. Endi televizorimizni yoqamiz. Tunnelimizning orqa qismiga shunlarni qanday ulagan bo'lsak, televizorning orqasiga ham shunaqa qilib ulaymiz. Ya'ni sariqqa sariq, qizilga qizil, oqqa oq. Shunda hammasi to'g'ri bo'ladi. Mana shunday bo'lib yonadi mana. Shunaqa qilib yonsa, demak sizning tunnelingiz televizorga ulandi. Buni yana ham tekshirishning usuli tunnelning puntini olib, shu yerdan menu qismini bossangiz, tunnelning ichki nastroyka bo'limi kelib chiqadi. Tunnelimiz mana ulandi. Mana shunlarni xato ulab qo'ygan bo'lsangiz, sizdan mana shu chiqmaydi. Shunchaki signal bo'lib turaveradi mana shunaqa qilib. Tunnelingiz televizorga ulanmagan. Tunnel televizorga ulangan bo'lsa, yongan payti tunnelning nomi bilan yonadi. O'shanda tunnel ulangan bo'ladi. Va shu tunnelning puntining menu qismini bosganimizda
nastroygasi kelib chiqishi kerak. Keyingi masalada tunelimizni ulab oldik, chiqdi, next signal bo'lyapti. Endi kanalni qanday topsak bo'ladi? Shu punktdan, tunelning punktidan menu qismini bosamiz. Nastroyka bo'limiga olib o'tadi. Nastroyka bo'limiga olib o'tganidan keyin ushlanchiga keltiramiz. Bu yerda puisk kanal deb yozib qo'yibdi. Birlanchi avtopuisk. Siz mana shunga bosib yuborsangiz ham bo'ladi. Avtopuiskga bosadigan bo'lsangiz, o'zi avtomatik qaysi chastotalarda signal bo'ladigan bo'lsa, o'zi topib chiqaradi. Siz o'zingizning yashayotgan yeringizning chastotasini biladigan bo'lsangiz, shuni qo'ygan holatda kanal izlashingiz ham mumkin bo'ladi. Kerakmas kanallarni emas, faqat o'zingizga keraklarni chiqarib beradi. Avtopuiskda общий chiqarib beradi, qaysi chastotada signal bo'ladigan bo'lsa. Xo'p, bu yerni ham tushundingiz. Endi avtopuiskga bosdingiz, kanallar chiqdi va sizga kerakmas kanallar ham bor. Platniy kanallarni ham chiqarib qo'yadi, ko'rsatmaydigan. Shularni qanday o'chirib tashlasak bo'ladi? Bunda ham shu menu qismini bosasiz punktdan va nastroyka bo'limi chiqadi. Bu yerdan shu birlanchi turganga bosasiz. Pastga tushirsangiz redaktiv program deb yozib qo'yibdi. O'shanga bosasiz. Parol so'raydi. 4 ta bu yerda faqat nollarni bosib chiqamiz. Barchasiga nollarni bosdik. Kanallar mana chiqdi. Bu yerda o'zi televizorimizning pastki qismini ko'radigan bo'lsangiz, udalit turibdi, blokировка turibdi. Kanallarni tepaga, pastga tushirib, o'zingizga mos qilib sozlab qo'ysangiz bo'ladi. Shu bo'limlari bor. Endi buni ham mana o'rganib oldingiz. Bu yerdan chiqib ketamiz. Endi qiladigan ishimiz, siz tunelning shnurni ham orqasiga ham to'g'ri uladingiz, lekin shunda ham sizda next signal chiqayotgan bo'lsa, siz televizorning punktidan yoki mana shu yerdagi knopkalardan, ya'ni tuvi deb chiqarib qo'yadi. Hozir ko'rsataman. Mana shunday tuvi deb chiqarib qo'yadi. Televizoringizning punkti bo'lsa, punktida ham shunaqa joyi bor. O'shani bossangiz aviga o'tadi. Ya'ni mana shu shnur bilan ulangan bo'limiga o'tadi va sizda keyin tushib ketadi. Mabodo siz bunaqa shnurda emas, iljimay shnurda, ya'ni mana bu yerdagi shnurda ulab qo'ygan bo'lsangiz, televizoringizda hozir u televizorda ham nimani bosishingizni ko'rsatib o'taman. O'shani bossangiz tunel televizorga tushadi. Mana shunday televizorga tunel ulab qo'ygan bo'lsangiz, bunda televizorga tunelni qanday tushirishimiz mumkin? Bunda ham boya ko'rsatganimdek 3 ta shnurlarda ulagan bo'lsangiz, mana shu punktidan mana shu knopkani bosasiz va mana ko'rib turganlaringizdek mana chiqdi. Ikkilanchiga tushirasiz, OKni bosasiz va tunelimiz televizorga ulanadi. Ya'ni ekranga chiqarib beradi nomi bilan. Siz bunaqa shnurda emas, iljimay shnurda boya ko'rsatdim-ku, tunelning orqasida. O'shanaqa shnur bilan uladigan bo'lsangiz, yana shuni bosamiz va bu yerdan qaysi portga ulagan bo'lsangiz, xidimi 1 gami yoki 2 gami, qaysi biriga ulagan bo'lsangiz, o'shanga OKni bosasiz. 1 ga ulagan bo'lsangiz, misol uchun 1 ni bosasiz va televizorda chiqarib beradi. Bemalol
bunda ham ko'rishingiz mumkin bo'ladi.